Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolaga hamdlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Sahih Muslimda bir hadis keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qaysi inson Arafa kuni roza tutadigan bo'lsa, u insonning 2 yillik gunohi kechiriladi. Bu hadis sahih hadis azizlar. Birinchi, o'sha tutgan yildagi gunohi va kelajakda keladigan yanagi yilning gunohi, ya'ni sag'ira gunohlari kechiriladi. Demak azizlar, Arafa kuni kim bir kun roza tutadigan bo'lsa, 2 yillik gunohdan Alloh subhanahu va taolo poklab qo'yar ekan. Har birimiz harakat qilaylik azizlar. Arafa kuni deb azizlar, Zulhijja oyining 9-kunini Arafa kuni deb hisoblaymiz. Arafa kuni deb aytamiz. Bu Qurbon hayitdan bir kun oldin. Ya'ni ertaga Qurbon hayiti degan kuni, o'sha kuni Arafa kuni deb hisoblanadi va o'sha kuni kim roza tutadigan bo'lsa, bu rozaning hukmi nafl, lekin savobi 2 yillik barcha sag'ira, ya'ni kichkina qilgan gunohlaringizni Alloh subhanahu va taolo kechirib yuboradi. Boshqa bir rivoyatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: Arafa kuni roza tutinglar degan payg'ambarimizning targ'iblari ham bor. Yana bir hadisda keladi: Arafa kuni kim roza tutadigan bo'lsa, u insonning 1 yillik gunohi kechiriladi va kelasi yilning gunohi ham kechiriladi. Ammo Ashura kuni Muharram oyining 10-kuni roza tutadigan bo'lsa, 1 yillik gunohi kechiriladi degan payg'ambarimizning bashoratlari bor. Alloh taolo o'sha bashoratlarga yetishga barchalarimizga tavfiq bersin. Har birimiz harakat qilaylik. Juda oz kunlar qoldi. Taxminan 26-27 may kunlariga to'g'ri keladi. Har birimiz harakat qilib va boshqalarga ham yetkazaylik shu ma'lumotni. Sababi 1 kunlik roza bilan 2 yillik gunohdan pok bo'lishlik bu azizlar juda bir yengil amal. Buni qilishga har birimiz harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.